Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sizlar hardonlik Afzalbek Gaming bo'lyapti. Jigarlar. Xo'p, bilasizlar, men YouTube'da hozirgi kanaldan oldingi kanalim ham bo'lgan. Sizlarga bu narsani aytib bermoqchiman. 2024 deb gapirsam tushunasizlar, ya'ni 2024-yilda edi. Boshqa kanal bo'lardi. Uning nomi Afzalxon FF edi. Afzalxon FF edi. Qarachi, u kanal nima bo'ldi, nimaga yo'qoldi desanglar, u kanalga fojiali hodisa bilan Google o'chirib tashladi. Nimaga desanglar, Google nimadir narsani qildi-yu, men o'sha payt Google'da bir ikkita narsasini tushunmaganman. O'shanga opam bilganiga, opamga aytaman, o'zi qilib beradi deganman. Men u rasm agar u rasm uchib ketdi, biling. Ayyo, to'xtab turinglar. U rasm turgan bo'lish kerak, adashmasam. U rasm turgan bo'lish kerak. Uni men o'zim topib keyin qo'yib yuboraman. 274 tamidi qancha turamidi shuncha edi. Qisqasi u kanalni narsasi katta edi. Aktiv zo'r bo'lmagan bo'lsa ham men uchun qadrlanadi. O'shanga bu kanalni qaytarib olaman, qaytarib olmayman. Chunki unga ulangan nomeram ham yo'qolgan. Вот, не можно, вот impossible deydi-ku, shunaqa narsa bo'lganda. O'shanga jigarlar, bu kanalni endi men ham 400 ta bo'ldi. Bu kanal endi 1000 ta, 10 mingta, 100 mingta qadar, millionta gap chiqamiz. Xudo xohlasa biz ham katta bo'lib ketamiz. Kelajakda bu kanalni balki san'at desa bo'lsam bo'lar. Haligina qilib tashlashim mumkin. Masalan, semeyni qilib tashlashim mumkin, men oilam bo'lishi mumkin. Yo, kunduzi o'zim ishim bilan kechqurun 1-2 soat stream qilib, narsa qilaman. Unaqa qilishim ham mumkin. Xuddi azonga o'xshab. Azon har doim kechqurun stream qiladi. Kunduzi ishi bilan yuradi, kechqurun 1-2 soat, 3-4 soat stream qiladi. Endi bizga baribir o'qish kerak, to'g'rimi? Ha. O'shanga 2-3 soat stream qiladi xolos. Ano imajiga o'xshab 8 soat, 9 soat qilmaymiz-da biz. Ana yaqinda stream qilishni boshladim jigarlar. Hozir maktabga ketyapman. Meni maktabim zo'rda, maktabimga ketadigan yo'l zo'rda. Bog' ichidan yuraman har doim. Ko'rsangiz menday atmosferani go'zalda, go'zal. Go'zal ham gapmi? Какой go'zal. O'shanga jigarlar, hammaga omad bo'linglar. O'sha hali men bog' go'zalligini rasmga olib, o'sha videoga qo'yib yuboraman. Hammaga xayr. Eshitganingiz uchun katta rahmat.